obunachilarimiz mingtaga yetsa, drabilga qo'yamiz dedik, o'zi 1100 taga yetib qoldi. To'shga qo'yamiz, qo'limizni qo'yamizda. Kim Xudo xolasa tushsa, o'sha Xudo xolasa g'olibimiz bo'ladi. O'shanga Xudo xolasa g'olib 4 kun, 3 kundan aniqlaymiz. Uylarigacha dastavka qilib, o'zimiz yetkazib beramiz. Zavodskiy mahallida bir xili bor. Bir xili bo'ladi. Mana bu yerda nimalari bor, mana orqasini ko'rishlari mumkin. Orqasi ham tekis emas. Qilsa kanalimizga kirib, kanalimizga kirishsa, kalaka bo'lib chiqarganimiz, xoda chiqarganimiz hamma videosi bor. Nima bo'lsa chiqarib ko'rsatganmiz. Hozir mana bunda yana chiqarib beramiz. Mana blok nimalari ham turib. Chekara qo'y. Hammasini birdaniga to'g'ri. Assalomu alaykum, Rizo Drabilkalarning obunachilari. Xudo xolasa bugun drabilkalarimizni yana bitta obzorini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu videoda qilishimizdan maqsad yana ham ertaroq qilishimiz kerak edi. Obunachilarimiz mingtaga yetsa, drabilka qo'yamiz dedik, o'zi 1100 taga yetib qoldi. Shuni hisobiga hozir endi hali bitta drabilka sovg'a qilamiz dedik. Hozir yana bitta video qilib turib, obzor qilib turib bitta. G'olibni keyingi videoda aniqlaymiz. 3 kun ichida aniqlaymiz. 3 kun, uzog'i bilan 4 kunda aniqlaymiz. Unaqa 10 kun, bir haftaga cho'zmaymiz. O'zi ancha sizlar kuttirib qo'ydik. Shuni hisobiga 4 kunda o'zi aniqlaymiz uzog'i bilan, Xudo xolasa. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Hozir yana bitta drabilkamizni chiroyli qilib obzorini qilib ketamiz. Birinchi o'rinda drabilkamizni narxini ko'pchilik nima qiladi, qiziqadi. Narxini ko'rsatib, bir yo'l pulini aytib o'tib ketsak, hozir mana batdan ko'rsataylikmi? Olib keling. Drabilkamiz, bu drabilkamiz 2,5 million so'm dastavkasi ichida bo'lgan drabilkamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Buni ochilishi ham narxi arzon deb turib, gayka o'tli qilib qo'ymaganmiz. Bu gayka o'tli emas, ochilishi mana. Bitta harakat bilan ochiladi. Endi buni farqi nimada degan savollarga mana bunimiz o'sha qalin trubadan, setkalari alishishi mana bu yerga alishadi. Setkani alishishi mana bu yerdan bemalol alishtirsa bo'laveradi. Mana bu yerdan olib kelinglar. Bu taraf. Motorlarimiz mana Green Life degan motorda, mana bu yerda o'zi tepasida datchigi bor hozir. Nima bo'lmayapti, ko'rinmayapti, datchigi bor. 3 kilovat, 3000 оборот. Green Life degan o'sha original hozirgi kunda yaxshi bo'lib turib bu motordan, mana shu motordan qo'yyapmiz. Bu o'sha 3 kilovatlik bo'ladi motori. Nimaga 2,5 million degan savollariga. Buni farqi listida bo'ladi mana. Pichoqlari bir xil. Pichoqlari 18 talik bo'ladi. Pichoqlari mana 18 talik bo'ladi. Mana bu yerdan ko'rsatinglar farqini. Mana mahalliyga olib keling. Mana buni farqi mana bu yerda bo'ladi. Ko'rindimi listi? List ko'ringan bo'lsa. Endi bu yerda bunimiz narxi 2,5 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Qo'li quruq tanlamaydi, hammasini chiqaraveradi. Bu somon, beda hammasini chiqaraveradi. Misol 2 ta, 3 ta moli bor, qo'yi bor akalarimizga bu ham bo'laveradi. Haligi misol bundan olish shart emas, bundan olishsa bu ham xizmatlarni qilib beraveradi. Haligi sal puldan yutiladi. Endi 3 millionlik drabilkamiz ham bor. 3 millionlik drabilkamiz mana. Buni bitta ko'rsatsangiz, buni farqini mana o'zlaringiz ko'rib olsalar ham bo'ladi. Bunda 21 ta pichoq bo'ladi, mana pichoqlari ham. Ko'ryaptimi? Mana. Buni endi ko'pchilikda savol bo'lyapti. Bu mahalliyda nech xili bor o'zi? Ko'pchilik mahalliyda bilan sotyapti buni deb aytishyapti. Yo'q, mahalliyda, Zavodskiy mahalliyda faqat bir xili bor. Mana olib kelinglar. Zavodskiy mahalliyda bir xili bor. Bir xili bo'ladi. Mana bu yerda nimalari bor, mana orqasini ko'rishlari mumkin. Orqasi ham tekis emas. Bunga ancha xizmat qilinadi. Bu quyma yo'qnaqa listdan qilingani yo'q. Shunga ham e'tibor berishadi. Bu yeri listdan emas. Bu narsa temir narsa-da bu. Hech kim misol pichoq ketmasligiga garantiya bermaydi. Biz drabilkani o'ziga misol garantiya beramiz. Misol 5 oy drabilkani motoriga 1 oy garantiya bersak, bu yeri qalin qilishimizga sabab arzon deb turib, yupqa qilmaganmiz. Bu yerga o'sha 3 millionlik drabilkamizdan bir xil 8lik sim terganmiz.
Hamma yo'g'i bexijolat buni ham. Bu arzon qilmasligimizga sabab ertaga birorta bir qattiq narsa tushsa ham, pichoq sinib ketsa ham mabodoga buni ichidan chiqib ketolmaydi. Shularni hisobga olib qo'ysalaring, yaxshi bo'ladi. Shu yerga e'tibor qilinadi. Bu tepasini yopinglar. Endi bu yerda o'sha 3 million so'mlik drabilkamiz bor. Birinchi olib uni yurgizib ko'rsatib beramiz unda ham. Olib kelinglar aka. Bag'dan ko'rsating. Mana bu Titan degan 4 kW 3000 оборотli motorda bo'ladi. Alyuminiylar eng baquvvat bo'lib turgan, o'zi ko'pchilikni nimasida biladi, uyda bor, hammani biladi mana shu motorni. Nagruskada o'zi tashiydi. Unisi u ham bu ham. Mana bu yerda lastilari bor, bu yerda bu nagruskada o'zi tashiydi. Ochilishiga ham mana ichida vaqt ketmaydi. Unda ko'rsatdim, mana 3 million so'mligimizniki ham bir xil bo'ladi. Trubadan, haligi nimadan emas, trubadan qilingan. Burimizda 20 bitta pichoqli bo'ladi. 20. Hop, bundan oldin ozgina videomiz bor edi, o'shanda ko'rsatdik. Hozir birinchi bo'lib buni endi yurgizib ko'rsatib bersak, hozir bundan oldingi videomizda o'zi video oldik. O'shani mana bitta xo'l nimalar chiqarib berganmiz. Hozir bitta butun bitta nima shlaka blogimizni chiqarib yubordik. Hozir endi mana bularni solib beraman, shlaka bloglar. Hali ko'pchilikda yana savol bo'lib agar nima qilsa, shubha qilsa kanalimizga kirib, kanalimizga kirishsa, shlaka blog chiqarganimiz, xoda chiqarganimiz hamma videosi bor. Nima bo'lsa chiqarib ko'rsatganmiz. Hozir mana bunda yana bitta chiqarib beramiz. Blogda o'z nimalari ham turibdi. Chekara qo'yib turing. Hammasini mana birdaniga sovoraman. Mashinani birdaniga sovoraman. Birdaniga qo'shib turinglar. Orqasidan mana somon ham solib beraman orqasidan mana. Xuddi o'sha blok chiqargan nimamizda mana o'za qo'ying. Hadi bakalım. O'za qo'ya. Nima somon o'zlar ko'rgan bo'lsalar shlaka blok orqasidan solib berdim. Bundan oldingi videomizda o'zi yana bitta shlaka blok chiqarganmiz o'zi. Mana shu drabilkamizda yana bitta chiqarganmiz. Orqasidan yana chiqarib berdim hozir. Endi birinchi bo'lib bu 2,5 millionlik drabilkamizni ham yurgizaylik. Olib kelinglar. Pernosga olib keling. Tezlash. Olib keling. Beda nimalar olinglar? Tezroq. O, beda. Abdullah ozgina nima ham olgin somoni. Ol. Bo'ldi. Voilà. Berma. O'tiraman. O'tir. Olib keladi. Mana, beda, somon, bemalol chiqaraveradi. Mana, bunda
hozir bu yerga ham 2,5 millionlik drabilkamizdan qo'yib oldik. Bu ham chiqaraveradi. Yorma holat, kepay holatda mana. Olib kelingda, shu qo'yib qolmasin. Mana 3 kilovat 3000 оборотli motorimizda hozir yorma holatda chiqarib beramiz bunda. Qo'y. Narigini ham qo'ying. Bunimiz o'zi 2,5 millionlikda yorma, unda kepay holatda chiqaramiz hozir. To'xtali. To'xtat. 1 minut, yarim minutdan keyin o'chirishda o'zini ichini tozalab oladi. Bo'ldi. Hadi. Kepay holatiga deyarli holatiga olib keldim. Bu yerda mana nima bo'lmasin mana. Sal yirikroq ham bor. Mana bu yerda o'sha holatda ham bor. Endi bunda 2,5 millionlik drabilkamizga chiqardik. Bu ham ancha azdan bajariladi. Dastlabkasida 2,5 million bunimizdan. O'zlaring ko'rib turibsizlar, yorma holatida mana chiqarilgan. Bizda misli drabilkalarimiz ham bor. 100% medni bo'ladi. Drabilkamizni bunimizni ham 2 xili bor. 3 million 200 ming so'mligi bor. Dastavkasi ichida yetkazib beramiz. 3,5 million so'mligi bor. Areol deganimiz mana 3,5 million so'm buni narxi. Hozir bunimizni ham bitta ko'rsatib beramiz. Bu ham setkali holatda. Endi nimaga buyurmaysizlar, hatto bundan oldin bitta videomiz bor edi, video qildik. Yurgizing. Bedana ben. Bo'ldi, o'za qo'yib olaylik. Bunda ham mana o'za qo'yadi. Bo'ladi. Mana ichida o'sha somoni, g'o'zapaya, beda, yer yong'oq hammasidan bor. Chorvaga nima ketsa, hammasidan qilganmiz. Drabilkalarimiz o'z obunachilar hammalari bilishadi. Biz yangi ko'rayotgan obunachilar bo'lsa, bitta like bilan podpiska bosib, chiroyli kommentariy yozib qo'yishadi. Bizga hali nimasi yo'q. Kommentariyalarni biz hammasini o'qiymiz. Yaxshi gap bo'ladimi, qanaqa bir taklif bo'ladimi, yo bir qanaqa fikr bo'lsa, bemalol kommentariyada bildirishlari mumkin. Xoh negativ fikr bo'lsin, xoh yaxshi fikr bo'lsin, borini boricha yoziladi, borini boricha aytiladi. O'shani biz bartaraf qilamiz, oldini olamiz. Bitta xato kamchiligi bo'lsa, bu drabilkani biz o'shani oldini olishga harakat qilamiz. Mintaga yetsak drabilka qo'yamiz dedik. Mana shu videomizni kommentariyasida eng ko'p yozgan akamiz, tasodifan aniqlaymiz. Misol hozir mana ushlab turing. Bu yerda mana hozir videolarimiz bo'lsa, mana bu yerda hozir vaqtimizdan olib ketmasin-da. Mana bu yerda mana ko'rsating-da. Bu Rizo drabilkalari ko'rayaptimi? Hozir. Mana ko'rayaptimi?
Yo'q, Mana bu videoga kirsak mana. Bu videoga kirsak, ashuna kommentariyasida mana. Mana shu videomiz mana kommentariyasida mana. Ular o'tkazib turib aniqlaymiz. Shuni o'tkazib bitta qo'yamiz, bitta tochka qo'yamiz, qo'limiz bilan qo'yganimizda kimga xudo xolasa tushsa, o'sha xudo xolasa g'olibimiz bo'ladi. O'shanga xudo xolasa g'olib 4 kun, 3 kunda aniqlaymiz. Uylarigacha dastavka qilib o'zimiz yetkazib beramiz. Videosini xudo xolasa o'zimizning kanalimizga chiroyli qilib qo'yamiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa nimaga rizo drabilkalarni tanlash kerak, unaqa gaplar bo'lsa, drabilkamiz universal, qo'li quruq tanlamaydi, mustahkamligini, qanaqa ishlash prinsipi, nimaiki yaxshi narsa bo'lsa, nimaiki eng oldi, eng yaxshi narsa bo'lsa, bu drabilkamizda bor o'sha narsalar, hammasidan bor. Pichog'i bo'ladimi, motori bo'ladimi, mahalligi bo'ladimi, setkasi bo'ladimi, hammasi bor. Endi bu 3 million so'mlik drabilkamiz, misol bu qilgan vazifani 3 million so'mlik qilgan drabilka, bu qilgan vazifani to'g'risini aytish kerak, bunimiz qilmaydi. Bunimiz qilmaydi. Lekin bittasi narsasi borki, 3 ta, 4 ta mol boqadigan, chorva boqadigan akalarimizdan borda, yo'q emas bor. O'shanga misol mashi bo'laveradi. Bundan 3 millionga olishmaydi-yu, bundan 2,5 millionga dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Bundan olishsin, maza qilib ishlatishsin. Mashina dastavkasi ichida 2,5 million so'mga shuni uylarigacha yetkazib beramiz, ishlatib ko'rsatib beramiz. Bemalol mana setkali holatda chiqarib berdik bunda. Bexijolat bu ham. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana shu videomizni kommentariyasiga xudo xolasa chiroyli, iliq bir qanaqa fikrlaring bo'lsa, hammasini bildirasizlar. Ko'p kommentariya yozasizlar. Like esdan chiqmasin. Kommentariya 1000 ta bo'lgani bilan like kam bo'lsa, unda jicha maqsadga muvofiq bo'lmay qoladi. Shuning uchun like-ni ham bosinglar, kommentariyani ham nima qilinglar. Endi videolarimiz yoqsa bosinglar. O'zi xudo xolasa, o'zlaringdan xudo xolasa mana chorvaga nima ketsa chiqarib berdik. Agar chiqarmagan narsamiz bo'lsa, hammasi o'zimizning kanallar bor, o'tib ko'rib olishlari mumkin. Bu yerda xom holatdalari ham bor. U yerlarini ham misol bemalol ko'rishsa bo'laveradi. Bizniki bunimiz ham yangi listdan emas, turbadan, bu yeri yangi list. Bunisi konteyner. Konteynerda qanaqa qattiqligini o'zlaringiz bilasizlar. Konteyner, bu yeri ham konteynerdan bo'ladi. Endi asosiy joylariga konteyner, turba, tepasiga misol list ishlatamiz. Xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqarasizlar. Gaplarimizda, videolarimizda ozgina kamchilik, nuqson bo'lgan bo'lsa, o'zlaringizdan uzr so'rayman. Bemalol nima qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat.